Assalomu alaykum. Demak, ikkinchi savolimiz qaysi tartiblangan juftlik deyapti. Order pair degan tartiblangan juftlik x, y'lar qaysi biri deyapti. Yuqoridagi sistemaning yechimi bo'la oladi. Buni yechishning ikki xil usuli bor. Birinchisi variantlarni sistemaga, ya'ni tenglamalarga qo'yib ko'rish. Ikkinchisi bir-biriga tenglab yechish. Bir-biriga tenglab yechadigan bo'lsak, xo'p, bu yerda 4 ko'paygan x kvadrat minus 36 teng 0 bo'lyapti. 4 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, x kvadrat teng 36, x 1 u 2 teng plus minus 6 bo'lar ekan. Xo'p, demak, x o'rniga 6 ni qo'yganimizda ikkinchi tenglamaga olib borib qo'yadigan bo'lsak, 36 minus 36 keyingi qiymatimiz 0 bo'lar ekan. Minus 6 ni olib borib qo'ysak ham 0 bo'ladi. Demak, 6 0 degan javob bo'lar ekan. To'g'ri javob C variantda.